uzunluğu 70,5 metr, kengligi 59,6 metr, ağırlığı 322 tonna. Onun 990 adam sığdı. Qaltışka, aka, sayıcam çıktı ekansan qoy. Mana qarğına. Mundaq kende seni bika maqtab ketibdimi? Biroq shuncha ig'ir narsa havada qandoq kuchdiganda? Tushuntirishni buni yozmabdi. Jira, mendan so'rab baqaylamisa, aka? Ma'qul. Ben bilmem. Akufka rayitlarga deyme. To'g'ri. Degan men Akufka rayitlarning memi. Akufkalarning memi? Sizga Akufkalar 2 odammi? Ha, 2 odam. Men har bir odamning qalbidagi mem. Albatta, Akufkalarning memi bo'la olmayman. Men sizlarga bu Akufkalarning aeroplanni qanday yasaganligini so'zlab beray. Havada uçkan Akufkalar. Bu işkeyləndin aksının ismi Wilbur. Bu Wilbur'un özdən 4 yaş kiçik inisi Orville. Akufka işkeylən kiçigidən inaq ötətdi. Ularning hər işkelisi mexanizmga amraq idi. Keyin ular bir velosiped remontxonasi açdı. Ular texnikasining yuqorligidan yaxshi bahoga erishdi. İşkeylənning ticareti bag'ansiri runaq topdi. Qarshi olamiz. Velosiped remont qildirsangiz bu yoqqa keling. Hey Wilbur. Men. Orville nega ketdi? Orville qattiq og'rib, o'rin tutib yetib qoldi. Texnik karvatda tushmadi. Aslida Orville keziga giribdor bo'lib qattiq og'rigan ekanda. Hey, qandayroq yetdingiz? Xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Ammo doktor yana 2 oy karvatni tushmay yotsan deydi. 2 oygacha medirmay yetib, zerikib o'ladigan o'xshayman. Bu hergiz doktorning g'ayr ishni qo'llash qilgani emas. Chunki o chaqlarda kezik kesli saqaymas kasal edi. Orvillening ilmi ta'limi bor ekan. Bugungi gazet kelmadimi? Men chiqib qarab baqsangiz bo'pti ekan. Ma'qul. Mana gazet. Rahmat sizga. Nim bo'ldi? Otto Leylenser o'libdi. Otto Leylenser degan bu kishi qushlarning uchish usulini tadqiq qilgan edi. Shu chaqda u eng ilg'or bir planni yasab, 2400 qatim sinov qilib, 400 inglizchasi orliqqa ushgan. O'z vaqtida bu hayron qolgandek ish edi. Oxirgi qatim ushganda u yangicha uchish usulini qo'llang'achqa uning aeroplani baxtga qarshi mullaq etib ketgan. Biz talantli bir kishiden ayrıldık. Dadam bizga apaygan o'yinchi yo'q. Esingdimi? Albatta esimda. Haliqay uchadigan o'yinchi shumi? Bu bino kashf qilgan o'yinchiq bo'lib, Raid uni 2 o'g'liga sovg'a qilgan edi. Yog'och, qog'oz, rezinkadan ishlangan bu o'yinchiq qanday uchadi? Ayni vaqtda Akufkalar buningga qattiq hayron qolgan edi. Akalar endi men uchirib baqay. Men. Test yasagan dekin texim çoğarak yasak bo'g'di aka. Bek yaxshi bo'ldi. Endi meni sig'digan bo'ldimi? Bek yaxshi bo'ldi. Nimsiqida qilib yasayli. Teximi çoğarak yasayli. Teximi jiq odam sig'sin. Rost shundoq yasak bekmi yaxshi bo'ladi. Men burunqidan ikkasi cho'ng qilib yasay deyman. Mening shunda chiqim ketdi. Qaranglar, mana yasab chiqdik. Tezroq uchirib baqayli aka. Ma'qul, uchirib baqayli. Nim bo'ldi? Burunqiga o'xshash yasadim dedim. Burunqiga o'xshash yasagandim. Nim bo'ldi bu? U
çağda aka ufka işga eylən texi kiçik boğaşqa, aeroplanı çoğ aytqanda rezinginin tepiş gücünü mü aşırış kerakligini texi bilmeydi. Sizler bilemizler, eğirlik bir həssi aşırılsa, onu uçuruş üçün gücünü 8 həssi aşırışqa doğru kelidi. Aka, biz mi bir planları hesap bakmamdık? Sen mi işlemse? Ha, işleymen. Bolu demse, toluqsa qayğıça, obdaraq ögengin, ha? Әні şunundan tatip, aka ufka işga eylən aeroplanға dair kitaplarını oqışqa başladı. Velbor, meni velosipedimni remont qilamsa, qilmamsa? Ha, kechiring, hozir remont qilib berma. Bunda qilsang bo'lmaydi juma. Men siz bana Leyla Sir'nin Quşlar to'g'risidagi kitobini akab bering. Manima, bunun planları bilan nima aloqasi bor? Albatta aloqasi bor. Men qushlarning uchish usulini tadqiq qilmoqchi. Ha, bu bek yaxshi harakat. Qadimgi zamondalar nurg'un odam qushlardek havoda uchishni orzu qilgan. Aytishlarga qaraganda, xeyli zamonlar ilgari Yunonlik Daedalus ota bola ikkisi bedeniga qanot taqab ushgan ekan. Bu surat qiziqarliqmi-ki? İran podshosi burkutga minib osmonda ushmoqchi bo'lgan ekan, ammo bu ishga qaramlik qilg'ili bo'lmaydi-da. Bu Leonardo da Vinci sizgan aeroplanning loyihasi. Bu Hanson degan odamning tasavvuridagi aeroplanning modeli. Qaranglar, onun shakli nima degan qiziqarliq. Xuddi bolalar bog'chasidagi bosqichliq serilmaga o'xshaydi. Bu yaponiyalik Aigonshan degan kishi loyihlagan aeroplanning modeli. Undaq bo'lsa, bizning aka ufka raitlarimiz nimalarni qilyapti ekan? Ilgirki tadqiqotlar qaraganda, havoda uchishdagi eng muhim narsa aeroplan gavdasining havodagi tangponligini saqlash. Buni hal qilish nihoyat qiyin. Menimcha boshqarish usulini qayta mashq qilganda, ondan uning tangponligini saqlag'ili bo'ladi. Buni boshqarish texnikasini obdariq mashq qilib hal qilib ketishimiz mumkin. Ammo havoda 2000 qaytimdan ortiq uchgan Leyla Sir'ning bir shamol kuchi bilan yavchib ketgani qaraganda, aniqlik masala aeroplanning qurilmasida bo'lishi kerak. Endi qanday qilsak bo'lar? Havodagi tangponligini bemalol saqlash uchun aeroplan qandining bulung'ini qushning qanotidek bemalol o'zgarib turgan qilib yasash kerak. Amisa o'ng-so'l qanotlarini bir-birisiga tutashtirmay ayrim o'rnatsa, seningcha qanday bo'lar? Bilmadim, qanday bo'ldi ekan. Velosipedning rol ajratib bitilsa, uning tangponligini saqlashmi ta'sir bo'ldi-ku deyman. Ras. Sizlar menga qaranglar. Bu planlar nimishqa uchamidi? Mana qaranglar. Bu qog'ozni qo'limizga elib pulab baqayli. Qandaq uchamdika? Men sizlarga sergarlik o'yini ko'rsatayotganim yo'q. Sizlarni sinab baqsanglar bo'ladi. Undaqda qog'oz qandaq uchdi? Men qog'ozning ustidan pulaganda, uning usti tarafidagi havo nihoyat tez yutkildi. Osti tarafidagi havo bo'lsa, asta yutkildi. Buning bilan jismni laylatadigan bir laylat kuch hosil bo'ladi. Bundaq kuchni biz o'rlat kuch deymiz. Agar u tubsiz taqtay bo'lganda qandaq bo'ladi? Shamol uning yenidan surib o'tganda, taqtayning usti va osti tarafidagi havoning yutkilishi mana bundaq bo'ladi. Agar taqtayni sal qiysaytsak, taqtayning usti tarafidagi shamolning surati tez, osti tarafidagi shamolning surati asta bo'ladi. Bu chaqdimi bir xil o'rlat kuch hosil bo'ladi. Laylakning havoda yuqoriga o'rlashidagi sababmi mana shu. Leyla Sir qo'sh qanot qaqmagan chaqda uning qanotining qiypash holatda turadiganligini bayqagan. Shunga u planlarning qanotini bir oz qiypashroq o'rnatgan. Qanotning bir yuzi qiypash bo'lsa, aeroplan tekshi holatda turgandimi, tez sur'atlik ham osti sur'atlik havo iqimini hosil qilg'ili bo'ladi. Buning bilan o'rlat kuchni hosil qilg'ili bo'ladi. Aka ufka raitlar yana qushlar ushqanda badan tangponligini saqlash uchun qanotini doim qiqib turadiganligini bayqagan. Tangponlikni saqlash uchun qanday yaxshi amal topdingiz? Hozircha topamadik. Ikki qanotni tutashtirib etib, ayrim joylarini bemalol o'zgartirgan qilish nihoyat taskin. Ammo ular o'ylamagan yerdan bir yaxshi chora topdi. Velosipedimning baloni teshilib ketdi. Darhol almashtirib bersangiz. Bo'ladi, sal turib turing.
Ha? Çağrısını tapdım. Moşunda kısak boğadak. Moşunda kısak boğadak. Hey, Wilbur! Balonu oşap vermemsiz! Toxta! Toxta! Orwell! Aka neymiş? Kanat hareketlendirişine çağrısını tapdım. Rasma? Rastlı tapdım. Mana. Bu adetki bir kapkan go. Sen onu kayırıp bak. Mundaq ekende qanatımı şundaq hareketlendirsek bulur iken. To'g'ri. Aka, derhal planını yasayle. Yo'q, aldırma. Avval laylak orqali sinaq qilib boqaylik. Sen akıllıqımını açmış kıldın. Hey, o'ng tarafga. Sol tarafga. Sol tarafga. Sinaq naydi tezli muvaffaqiyat qozondi. Aka ufku ikkisi axir planlar yasashga kirishdi. Aka, qandaq material ishiltimiz? Qanotni yog'ochdan yasab, ustiga raq chaplaymiz. Qolgan qismlarga velosiped saymanlarini ishiltimiz. Ras, öz saymanlarımızı işiltələyimiz. Aka ufku ikkisining puli yo'q edi. Ularga birasi yerdan bermedi. Lekin ularning ta'ligiga velosiped remontxonasi bo'lg'achqa, ular velosiped saymanlaridan foydalandi. Shunga ko'p pul xarjlamaylar bir planlarni yasab chiqdi. Men bu yerda sizga ish yo'q. Sizga boshqa bir ishni havola qilaylik. Bo'ladi, qani dang'amisa. Bizga uftisini qilib boqadak bir joy tepib bering. Shamol bir tarafga qarab so'qadigan joy bo'lsin. Shundaqla, nayt kangya bo'lsin. Okey. Men havariy punktidan so'rab baqay. Birdamgich ko'rishaylik. Mundaq joy Ohio shtati atrofida bo'lishi mumkin. Yo'q-ka. Shunga men yordamga chaqirdim. Men bir yerni topdim. O yerda doim 10 metr sekund tezlikda shamol chiqib turdi ekan. Topdingizmi? U yer nerede ekan? Kedxogen degan joyda ekan. Atlantik okeanining qirg'idagi ufqimliq serdi bershir deyildi ekan. O yerda doim 10 necha metr sekund tezlikda shamol chiqib turdi ekan. Avval kim chiqdi? Seningchi-chu. Buni men belgilab beray. Mana bila. Orville, siz qayoqni tanlaysiz? Ta'sirini. Qani Wilbur, sizchi? O'ngini. Diqqat. Başladik. O'ng ekan. Ma'qul, men chiqdim hamsa. Qani boshladik. Orville, g'ayrat qiling. Tüvenlak! Çatak yoktu aka. Acayip korktum. Bu qilishga bo'ladi. Tunji qadimliq emasmi? Amaliyotda o yer yuzidan aran 2 metr 40 santi ko'tarilgan edi. Belli. Mana uçtu. İgizirek. Texim igizirek. Endi bo'ldimi? Bo'ldi aka. Xatar chiqib qolmasa yana. Pastlatgin. Bo'ladi. Hozir. Nayt yaxshi bo'ldi, Orville. Orville, bir yerin og'rimagandi. Bir yeringiz og'rimagandi? Og'rimadi aka, hech qisi yo'q. Bu ularning tunji aeroplanini sinab qilishi. Keyingi yili ular yana bir aeroplanni yasab sinab qildi. Bu chaqda ular aran 118 metr yiroqlikka ucha oldi. Havoda turaqligini saqlayolmadi. Shunga aka ufkirayitlar bu sinaqqa qanoatlanmadi. Asta, faqat bo'lmadi. Munda qilsak, aeroplanni ming'ildim havoga chiqaramaymiz. Sizlar yilitin yo'q qo'yib belgil tudinglar. Sizlarning hech qancha sinaq qilganinglar yo'q. Yilinsir 2000 qatimdan
To'g'ri aytdingiz. Biz sınaq ishlatadigan bir shamoldirg'ich yasaylik. Sınaqni shu orqali eppasak bo'ladi. Ras, ket xoginga berib yurmaymiz. Bu nayt obdanchar ekan. Bo'ladi. Qani shamoldirg'ich desaylik. Ma'qul amsa, ishni boshlaylik. Ha. Aka ufki ishkisi ilgirki uçquşlarning o'rlatkichi kuchni hisoblashda nurg'un xatolik o'tkazganligini his qilgan bo'lsa-mu, uni to'g'ri hisoblash usulini topolmay bek beyaram bo'lishdi. Bitdimi? Qani boshlaylamsa? Men sizni yana avar qildigan bo'ldik. Elimi yaxshi shamoldirg'ich bo'lg'achqa, qanotning bo'lingi bilan o'rlatkichi kuch o'tirisidagi munosabatni hamda havoning qarshiligini hisoblashdagi xatolik oydinlashdi. Endi bo'g'adak. Üçüncü planerning sınaq sur'ati texmi yaxshilanib, aka ufki rayitlar oxir havoda erkin parvoz qila oladigan bo'ldi. Uçuş vaqti, uçuş arlıqı və aeroplanın gövdəsi cəhətdə misli görülməyən nəticəyə erişdi. Əndi aeroplanın hərəkətləndirgücü qismini ornatışlı qaldı. Əgər öz gücü bilən hərəkətlənməsə, onu qandaqmı aeroplan degili bolsun? Motor az degəndə 8 at gücüge bo'lishi kerak. Ağırlığı 91 kilogramdan aşmaslık gerektek turdu. Mundaq alaydı motorunu kim yasayalaydı ekan? Obdan turdunuzmu? Yaxshi turdingizmi? Nem bo'ldingiz, Vilbor? Menga bir motor lozim edi. Bilamsiz, motorni nima yasaydi? Vilbor. Motorni o'zimiz yasaqmi bo'ladi-ku? Boshqalarning yasag'isi kelmasa, o'zimizla yasaveraylik. Mashina sozliqdan o'zimizning xabarimiz bor-ku. Bo'ladi, shunday qilaylik. Mo'sh ishga bir yordam qiling. Ma'qul. Denra, burun ularning do'konida ishlagan. Endi bek yaxshi bo'ldi, Vilbor. Vilbor bilan Denra motor yasab etibdi. Undaqda Orville nima ish qilyapti ekan? Mana bu peqirg'och. Peqirg'och? Peqirg'ochni motorning kuchi bilan aylantirganda aeroplan ondan uchdi. Mundaqdan bilamizlar. Peqirg'och aylansa, aeroplan nima uchun ucha oladi? Peqirg'och aylangan aman uning oldi tarafidagi havoning uchish sur'ati tezlashib, orqa tarafidagi havoning besimi eshib boradi. Shuning bilan orqadan oldi tarafga ittirish kuchi hosil bo'ladi. Peqirg'och qancha tez aylansa, olg'a so'rash kuchi shuncha oshadi. Orville yasagan bu peqirg'ochning aylanishi tez, yo'nalishi nihoyat to'g'ri. 1903-yili, ya'ni Yaponiya Rossiya urushi portlashdan 1 yil ilgari dunyoda tunji qatim aeroplanni o'z motori bilan uchirish sinaq qilindi. Sinoqni oldi bilan aksi Vilbor elib bordi. Yaxshi, ushdi. Tunji qatimda 12 sekund uchib 37 metr musofani bosdi. Havoda uchish vaqti pek qisqa bo'lg'achqa, odam sal umidsiznib qoladi ekan. Undaq degili bo'lmaydi. Bu aeroplanning shamolning kuchi bilan emas, balki o'z kuchi bilan tunji qatim uchishi tursa. Akufka ishkaylan shu kuni 4 qatim sinaq qilib, 4-qatimda 59 sekund uchib 260 metr musofani bosdi. Da Vinci uchish loyihasini sezib oradan 400 yil o'tganda Akufka rayitlar oxir muvaffaqiyatli holda havoda uchishni boshladi. Nurg'un odamning tirishishi orqasida 100 yilga yetmagan vaqt ichida aeroplanning turi ko'paydi. Aeroplanning uchish sur'ati tezladi. Liq yo'lovchilar tushgan aeroplan bugungi kunda dunyoning har qaysi joylariga qarab uçmoqda. Aeroplanga odamning shunday qayvisi keldi. Cho'ng bo'lganda mualla xonim bo'lsam qanday yaxshi bo'ladi. Men bir uçquchi bo'lsam deyman. Biz cho'ng bo'g'icha yana qanday aeroplanlar yasildi dehi. Cho'qim Vidar yasildi. Vidar?
Tik ko'tarilib tik tushadigan aeroplanchi. Onunğa uzun uçuş yolu ketmaydi. Tik chiqib tik tushgachga aeroplanning ovozimi xil pasiydi. Emmisi tik tushar aeroplandek neyil basqın alaydı kende? Emmisi tədil vaqtilik sayahatdimi aeroplan oturmuz kende? Akka! Men sana azı aeroplanda telefon beriyaptım mı? Esingni bo'lsin, qaytqichman so'g'a ag'ishkala. Unutib qolmajmi? Unutib qolmayman. Xayr xo'sh. Agar shunday bo'lsa, qanday yaxshi bo'ladi? Ajab yaxshi-ki. Hey, qara, aeroplan. Oy! Aeroplanning uzunluğu 70,5 metr, kengligi 59,6 metr, ağırlığı 322 tonna. Onun 490 adam sığdı. Qaltisga, akka, sayjib chiqdil ekansan go. Mana qarg'ina. Mundaq kende seni bika maqtab ketibdimi? Biroq shuncha ig'ir narsa havoda qandoq uchidiganda? Tushuntirishni buni yozmabdi. Jira, menda so'rab baqaylamisiz, akka? Ma'qul. Ben bilmem. Akuf qırayıtlarğı deyme. Toğra. Degin men Akuf qırayıtlarının mimi. Akuf qılarının mimi? Sizdige Akuf qılar 2 adam mı? He, 2 adam. Men her bir adamın kalbideki mim. Elbette Akuf qılarının mimi bularlayma. Men sizlerge bu Akuf qılarının ayrıplarını qandaq yasıqanlığını sözlep berey. Havada uçkan Akuf qılar. Bu işkeylendin aksının ismi Wilbur. Bu Wilbur'un özden 4 yaş küçük inisi Orville. Akuf'ka işkeylen küçügiden inak ötetti. Ulanın her işkelisi mexanizmga amrak idi. Keyin ular bir velosiped remontxonasi açtı. Ular texnikasının yuqurligidan yaxshi bahoga erishdi. İşkeylenin ticareti bag'ansiri runak tapdı. Qarshi velosiped remont qildirsangiz bu yoqqa keling. Hey Wilbur. Men. Orville nega ketdi? Orville qattiq og'rib, o'rin tutib yetib qoldi. Tex chiqarvatdan tushmadi. Aslida Orville keziki giribdor bo'lib qattiq og'rigan ekanda. Hey, qandaqroq yetdingiz? Xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Ammo doktor yana 2 oy karvatning tushmay yotdi sen deydi. 2 oygacha medirmay yetib, zerikib o'ladigan o'xshayman. Bu hergiz doktorning g'ayr ishni qo'llash qilgani emas. Chunki o chaqlarda kezik kesli saqaymas kasal edi. Orvillening ilmi ta'limi bor ekan. Bugungi gazet kelmadimi? Men chiqib qarab baqsangiz bo'pti ekan. Ma'qul. Mana gazet. Rahmat sizga. Nim bo'ldi? Otto Leylenser o'libdi. Otto
Leylenser degan bu kishi qushlarning uchish usulini tadqiq qilgan edi. Shu chaqda u eng ilg'or bir planni yasab, 2400 qatim sinov qilib, 400 inglizchasi orliqqa ushgan. O'z vaqtida bu hayron qolgandek ish edi. Oxirgi qatim ushganda u yangicha uchish usulini qo'llang'achqa uning aeroplani baxtga qarshi mullaq etib ketgan. Biz talantli bir kişiden ayrıldık. Dadam bizge epeygen oyuncu yok. İsindi mi? Albatta esimda. Heliqi uçadigan o'yinchiq shumi? Bu bino keşif qilgan o'yinchiq bo'lib, Raid uni ikki o'g'liga sovg'a qilgan edi. Yog'och, qog'oz, rezinkadan ishlangan bu o'yinchiq qandoq uchidi? Ayni vaqtda aka ufqlar buningga qattiq hayron qolgan edi. Aka, akila endi men uchirib boqay. Ma. Test yasagan dekin, texim çoğarak yasak boğud eke? Bek yaxşı bo'ldi. Endi meni sig'bigan bo'ldimi? Bek yaxşı bo'ldi. Nemi sıqqıda qıp yasaylı. Teximi çoğarak yasaylı. Teximi cıq adam sığsın. Rast şundaq yasak bekmi yaxşı bo'laddi. Men burunqidan ikkasi cho'ng qıp yasay deymi? Mening shunda chiqim ketdi. Qaranglar, mana yasab chiqdik. Tezroq uchirib boqayli aka. Ma'qul, uchirib boqayli. Nima bo'ldi? Burunqiga o'xshash yasadim dedim. Burunqiga o'xshash yasagandim. Nima bo'ldi bu? Bu chaqda aka ufka ishga aylan texi kichik bo'lg'ashqa, aeroplanni cho'ngaytganda rezingining tepish kuchini oshirish kerakligini texi bilmaydi. Sizlar bilamizlar, eg'irlik bir hassa oshirilsa, uni uchirish uchun kuchni 8 hassa oshirishga to'g'ri keladi. Aka, biz mi bir planları hesap bakmamdık? Sen mi işlemse? Ha, işleyme. Bolu demse, to'liqsa qayg'icha, obdaroq o'rgangin, ha? Ana shuningdan tartib, aka ufka ishga aylan aeroplanga doir kitoblarni o'qishga boshladi. Velbor, meni velosipetimni remont qilamsa, qilmamsa? Ha, kechiring, hozir remont qilib berma. Bunda qilsang bo'lmaydi juma. Men, siz bana Leylenserning qushlar to'g'risidagi kitobini akab bering. Manima, buning planlari bilan nima aloqasi bor? Albatta aloqasi bor. Men qushlarning uchish usulini tadqiq qilmoqchi. Bu bek yaxshi harakat. Qadimgi zamonda nurg'un odam qushlardek havoda uchishni orzu qilgan. Aytishlarga qaraganda, xeyli zamonlar ilgari Yunonlik Daedalus ota bola ikkisi bedeniga qanot taqab ushgan ekan. Bu surat qiziqarliqmi-ka? Eron podshosi burkutga minib osmonda ushmoqchi bo'lgan ekan, ammo bu ishga qaramlik qilg'ili bo'lmaydi-da. Bu Leonardo da Vinci sizgan aeroplanning loyihasi. Bu Hanson degan odamning tasavvuridagi aeroplanning modeli. Qaranglar, uning shakli nima degan qiziqarliq. Xuddi bolalar bog'chasidagi bosqichliq serilmaga o'xshaydi. Bu yaponiyalik Aigonshan degan kishi loyihlagan aeroplanning modeli. Undaq bo'lsa, bizning aka ufka raidlarimiz nimalarni qilyapti ekan? Ilgirki tadqiqotlar qaraganda, havoda uchishdagi eng muhim narsa aeroplan gavdasining havodagi tangponligini saqlash. Buni hal qilish nihoyat qiyin. Menimcha boshqarish usulini qayta mashq qilganda, ondan uning tangponligini saqlag'ili bo'ladi. Buni boshqarish texnikasini obdaroq mashq qilib hal qilib ketishimiz mumkin. Ammo havoda 2000 qatimdan ortiq uchgan Leylenserning bir shamol kuchi bilan yavchib ketgani qaraganda, aloqaliq masala aeroplanning qurilmasida bos kerak. Endi qanday qilsak bo'lar? Havodagi tangponligini bemalol saqlash uchun aeroplan qandining bulung'ini qushning qanotidek bemalol o'zgarib turgan qilib yasash kerak. Amisa o'ngsol qanotlarini bir-birisiga tutashtirmay ayrim o'rnatsa, seningcha qanday bo'lar? Bilmadim, qanday bo'ldi ekan. Velosipedning roli ajratib o'tilsa, uning tangponligini saqlashmi ta'sir bo'ldi-ku deyman. Ras. Sizlar menga qaranglar. Bu planlar nimishqa uchamidi? Mana qaranglar.
bu qog'ozni qo'limizga ilib pulab baqayli. Qandaq uchamdika? Men sizlarga sergarlik o'yini ko'rsatayotganim yo'q. Sizlarmi sinab baqsanglar bo'ladi. Undaqda qog'oz qandaq ushdi? Men qog'ozning ustidan pulaganda, uning usti tarafidagi havo nihoyat tez yutkildi. Osti tarafidagi havo bo'lsa, asta yutkildi. Buning bilan jismni laylatadigan bir laylat kuch hosil bo'ladi. Bundaq kuchni biz o'rlat kuch deymiz. Agar u tubsiz taqtay bo'lganda qandaq bo'ladi? Shamol uning yenidan surib o'tganda, taqtayning usti va osti tarafidagi havoning yutkilishi mana bundaq bo'ladi. Agar taqtayni sal qiyaytsak, taqtayning usti tarafidagi shamolning surati tez, osti tarafidagi shamolning surati osti bo'ladi. Bu chaqdimi bir xil o'rlat kuch hosil bo'ladi. Laylakning havoda yuqoriga o'rlashidagi sababmi mana shu. Lilinsir qo'sh qanot qaqmagan chaqda uning qanotining qiypash holatda turadiganligini bayqagan. Shunga u planlarning qanotini bir oz qiypashroq o'rnatgan. Qanotning bir yuzi qiypash bo'lsa, aeroplan tekshi holatda turgandimi, tez sur'atlik ham osti sur'atlik havo iqimini hosil qilg'ili bo'ladi. Buning bilan o'rlat kuchni hosil qilg'ili bo'ladi. Aka-ufkuraytlar yana qushlar ushqanda badan tampongligini saqlash uchun qanotini doim qiqib turadiganligini bayqagan. Tamponglikni saqlash uchun qanday yaxshi amal topdingiz? Hozircha topamadik. Ikki qanotni tutashtirib etib, ayrim joylarini bemalol o'zgartirgan qilish nihoyat taskin. Ammo ular o'ylamagan yerdan bir yaxshi chora topdi. Velosipedimden balonu teşlip gitti. Derhal almashtırıp versiniz. Bo'ladi, sal turib turing. Çağrısını tapdım. Moşunda qısaq boğadak. Moşunda qısaq boğadak. Hey Velbor! Balonu oşap vermemsiz. Toxtaq! Toxtaq! Orvel! Aka nemiş? Qanat hareketlendirishning çağrısını tapdım. Rasma? Rastlı tapdım. Mana. Bu adetki bir qopgan qo'y. Sen onu qayirib baq. Mundaq ekanda qanotni shunday harakatlantirsak bo'ladi ekan. To'g'ri. Aka, derhal planni resayli. Yo'q, oldirma. Avval laylak orqali sinab baqayli. Sen aqlliq munosib ish qilding. O'ngga, o'ng tarafga. Solga, sol tarafga. Sol tarafga. Sınaq nihoyat tezli muvaffaqiyat qozondi. Aka-ufka ikkisi oxir planni yasashga kirishdi. Aka, qandaq material ishlatimiz? Qanotni yog'ochdan yasab, ustiga raq chaplaymiz. Qolgan qismlarga velosiped saymanlarini ishlatamiz. Ras, o'z saymanlarimizni ishlata olamiz. Aka-ufka ikkisining puli yo'q edi. Ularga birasimi yordam bermadi. Lekin ularning ta'ligiga velosiped remontxonasi bo'lg'achqa, ular velosiped saymanlaridan foydalandi. Shunga ko'p pul xarjlamaylar bir planlarni yasab chiqdi. Men bu yerda sizga ish yo'q. Sizga boshqa bir ishni havola qilayli. Bo'ladi, qani dangimizsa. Bizga uftisini qapag'idek bir joy tepib bering. Shamol bir tarafga qarab so'qadigan joy bo'lsin. Shundaqla, nihoyat kengaya bo'lsin. Okey. Men havaray punktidan so'rab baqay. Birdamgich ko'rishaylik. Mundaq joy Ohio shtati atrofida bo'lishi mumkin. Yo'q-ka. Shunga men yordamga chaqirdim. Men bir yerni topdim. U yerda doim 10 metr sekund tezlikda shamol chiqib turdi ekan. Topdingizmi? U yer nerede ekan? Kedxo'gin degan joyda ekan. Atlantik okeanining qirg'idagi ufqimliq serdi-bersir deyildi ekan. U yerda doim 10 metr sekund tezlikda shamol chiqib turdi ekan. Avval kim chiqdi? Sening chichu. Buni men belgilab beray. Mana bila. Orvil, siz qayoqni tanlaysiz? Ta'sirini. Qani Vilbor, sizchi? O'ngini. Diqqat. Başladı. O'ng ekan. Ma'qul, men chiqdim hamsa.
Qani başladık. Orville, gayret qiling. Hey! Tüvellet! Ha? Çatak yoktu aka. Acab qo'rqdim. Bu qilishga bo'ladi. Tunji qadimliq emasmi? Amaliyotda u yer yuzidan aran 2 metr 40 santi ko'tarilgan edi. Ha, belli. Mana uçtu. İgizirek. İgizirek. Texim igizirek. Endi bo'ldimi? Ha, bo'ldi aka. Xatar chiqib qolmasa yana. Pastlatgin. Bo'ladi. Hozir. Nayt yaxshi bo'ldi, Orville. Ha? Orville, bir yerim og'rimagandi. Bir yeringiz og'rimagandi. Ağırmadı aka. Hiç kısı yok. Bu ularning tunji aeroplanini sinab qilishi. Keyingi yili ular yana bir aeroplanni yasab sinab qildi. Bu chaqda ular aran 118 metr yiroqlikka ucha oldi. Havoda turaqligini saqlayolmadi. Shunga aka ufkirayitlar bu sinabga qanoatlanmadi. Asta, faqat bo'lmadi. Hey, munda qilsak, aeroplanni ming'ildim havoga chiqaramaymiz. Ha? Sizlar yilidan qo'ypagil tudinglar-ku. Sizlarning texi hech qancha sinab qilganinglar yo'q. Yilinsir 2000 qatimdan ortiq sinab qilgan. Yilir seninkiga qaraganda sizlarni ko'p sinab qildi degili bo'lmaydi. Bo'shanglar, naqiblar, bo'shanglar, naqiblar. To'g'ri aytdingiz. Biz sınaq ishlatadigan bir shamoldurg'ich yasaylik. Sınaqni shu orqali eppasak bo'ladi. Ras, ket xoginga berib жүрмейmiz. Bu nayti obdan çar ekan. Bo'ladi. Qani shamoldurg'ich desaylik. Ma'qul amsa, ishni boshlaylik. Ha. Aka ufki ishkisi ilgirki uçquchlarning o'rlatkichi kuchni hisoblashda nurg'un xatolik o'tkazganligini his qilgan bo'lsa-mu, uni to'g'ri hisoblash usulini topolmay bek beyaram bo'lishdi. Bitdimi? Qani boshlaylamsa? Men sizni yana avar qildigan bo'ldik. Elimi yaxshi shamoldurg'ich bo'lg'achqa, qanotning bo'lingi bilan o'rlatkichi kuch o'tirisidagi munosabatni hamda havoning qarshiligini hisoblashdagi xatolik oydinlashdi. Endi bo'g'adak. Üçüncü planlarning sınaq sur'ati texmi yaxshilanib, aka ufkirayitlar oxir havoda erkin parvoz qila oladigan bo'ldi. Uchish vaqti, uchish orliqi va aeroplanning gavdasi jihatdan misli ko'rilmagan natijaga erishdi. Endi aeroplanning harakatlantiruvchi qismini o'rnatishli qoldi. Agar o'z kuchi bilan harakatlanmasa, uni qandaqmi aeroplan degili bo'lsin? Motor oz deganda 8 ot kuchiga bo'lishi kerak. Ağırlığı 91 kilogramdan aşmaslık gerektek turdu. Mundaq alaydı motorni kim yasay olaydi ekan? Obdan turdingizmi? Yaxshi turdingizmi? Nem bo'ldingiz, Velbor? Men bir motor lozim edi. Bilamsiz, motorni nima yasaydi? Velbor. Motorni o'zimiz yasaqmi bo'ladi-ku? Boshqalarning yasag'isi kelmasa, o'zimizla yasaveraydi. Mashina sozliqdan o'zimizning xabarimiz bor-ku. Bo'ladi, shunday qilaylik. Mo'sh ishga bir yordam qiling. Ma'qul. Denra, burun ularning do'konida ishlagan. Endi bek yaxshi bo'ldi, Velbor. Aha. Velbor bilan Denra motor yasab etibdi. Undaqda Orville nima ish qilyapti ekan? Bana bu peqirg'och. Peqirg'och? Peqirg'ochni motorning kuchi bilan aylantirganda aeroplan ondan uchdi. Mundaqdan. Bilamizlar, peqirg'och aylanib
aylansa, aeroplan nima uchun ucha oladi? Piyqirg'ish aylangan aman uning oldi tarafidagi havoning uchish sur'ati tezlashib, orqa tarafidagi havoning besimi eshib boradi. Shuning bilan orqadan oldi tarafga ichirish kuchi hosil bo'ladi. Piyqirg'ish qancha tez aylansa, olg'a so'rash kuchi shuncha oshadi. Orville yasagan bu piyqirg'ishning aylanishi tez, yo'nalishi nihoyat to'g'ri. 1903-yili, ya'ni Yaponiya Rossiya urushi portlashidan 1 yil ilgari dunyoda tunji qatim aeroplanni o'z motori bilan uchirish sinaq qilindi. Sinoqni oldi bilan Aksi Wilbur elib bordi. Yaxshi, ushdi. Tunji qatimda 12 sekund uchib 37 metr masofani bosdi. Havoda uchish vaqti pek qisqa bo'lg'achqa. Odam sal umidsiz qoladi ekan. Undaq degili bo'lmaydi. Bu aeroplanning shamolning kuchi bilan emas, balki o'z kuchi bilan tunji qatim uchishi tursa. Akufka ishkaylan shu kuni 4 qatim sinaq qilib, 4-qatimda 59 sekund uchib 260 metr masofani bosdi. Da Vinci uchish loyihasini sezib oradan 400 yil o'tganda Akufka raidlar oxir muvaffaqiyatli holda havoda uchishni boshladi. Nurg'un odamning tirishishi orqasida 100 yilga yetmagan vaqt ichida aeroplanning turi ko'paydi. Aeroplanning uchish sur'ati tezladi. Liq yo'lovchilar tushgan aeroplan bugungi kunda dunyoning har qaysi joylariga qarab uchmoqda. Aeroplanga odamning shunday qayvisi keldi. Cho'ng bo'lganda mualla xonim bo'lsam qanday yaxshi bo'ladi. Men bir ushquchi bo'lsam deyman. Biz cho'ng bo'lguncha yana qanday aeroplanlar yasildi dehi. Cho'qim Vidar yasildi. Vidar? Tik ko'tarilib tik tushadigan aeroplanchi. Uningga uzun uchish yo'li ketmaydi. Tik chiqib tik tushgachga aeroplanning ovozi xilifasi ekan. Ammasi tik tushar aeroplandek nayil bosqin olaydi ekanda? Ammasi ta'til vaqtlik sayohatda aeroplan o'tirmiz ekanda. Aka. Men sana hozir aeroplanda telefon beryaptimi? Esingda bo'lsin, qaytqichman so'g'a ag'ishkala. Unutib qolmajmi? Unutib qolmayman. Xayr xo'sh. Agar shunday bo'lsa, qanday yaxshi bo'ladi? Ajab yaxshi-ki. Hey, qara, aeroplan.